Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Conversion API haqida gaplashamiz. Metapixel va Conversion API haqida. Hozir juda ko'pchilikni qiynayotgan va top o'ringa chiqayotgan narsa Conversion API. Juda ko'pchilik ulolmayapti yoki-da ulasa o'xshatolmayapti. Shu bo'yicha mini dars tayyorladim. Shuni ko'rib chiqamiz. O'zi Conversion API nima? Metapixel odatda ma'lumotlarni saytga kirganda har bitta event qo'yib qo'yamiz knopkaga. O'sha eventni knopkani bitta bossa, bitta hisoblaydi. Bitta odam 10 marta bossa, 10 marta deb hisoblaydi. 2 marta bossa, 2 marta hisoblaydi. Va agar ro'yxatdan o'tmay chiqib ketsa ham, u event bo'lib, sabitiya bo'lib qoladi. U Metapixelda. Conversion API da bo'lsa, bitta odam kirib 10 marta bossa ham hisoblamaydi. Qachonki nomerlarni qoldirib, kontaktlarni qoldirib, ro'yxatdan o'tmaguncha, nomerlarni qoldirmaguncha. Conversion API bu primoy serverdan data olib beradi. Metapixel bo'lsa, shunchaki biz eventlarimizni, sabitiyalarimizni yig'adi saytga kirganimizda. Metapixelda o'z organizatiya ko'p. Conversion API da primoy serverdan olinganligi uchun organizatiya yo'q deyarli. Katta farq qiladi. Endi hozirgi kunda bizga nimani aniq qilib beradi? Metapixel aniq ma'lumotlarni sanab bermaydi. Conversion API bo'lsa bizga ma'lumotlarni aniq sanab beradi. Shuni hisobiga biz lead narxini yoki qanchadir leadni yo'qotib qo'ymaymiz. Conversion API da o'laydigan bo'lsaylik. Deylik, buni qanaqa tushuntirib berishim mumkin sizlarga? Bizda bitta saytimiz bor, unga Metapixel ulangan. U Metapixelda qanaqa ishlashini sizlarga tushuntirib beraman. Bu Metapixel orqali ulangan. Rocket bosamiz, test qilib ko'ryapmiz. Toshkent shahar. Men ro'yxat tanlash ismimni, telefon raqamlarimni kiritganim yo'q. Ro'yxatdan o'tib ko'ryapman, 2 marta, 3 marta bosdim. Knopkani mana uje 3 marta hisobla. 1 2 3 4 ta va buni Ads Managerga ham 4 marta lead tushdi deb turib ma'lumot uzatadi. Va shuni hisobiga bizda lead narxini arzon ko'rsatadi. Qanchadir leadimiz yo'qolib qolyapti deb o'ylaymiz. Ko'p ma'lumotlarda chalkashamiz. Buni yo'lini olish uchun atga sizdan 15-20 daqiqa vaqt ketadi. Shu narsalarni qilib qo'ysangiz, bu dars orqali o'rganib oladigan Conversion API da va Metapixelda tildaga ulashni o'rganib olasiz. Shu narsalarni to'g'rilab qo'ysangiz, bunaqa ma'lumotlarni oldin olasiz. Deylik, endi yana ro'yxatdan o'taman. Metapixelda test qilib ko'ryapmiz. Ro'yxatdan o'tsam yana o'sha ahvol lead. Demak, biz bu muammoga yechim beramiz bu darsimiz orqali. Birinchi o'rinda biz eski pixeldan voz kechamiz. Chunki bu business account bu loyihamiz uchun alohida business account ochilgan. O'sha business accountni o'zidan ulashga harakat qilamiz. Demak, ko'rib chiqamiz. Bizda Conversion API haqida umumiy ma'lumot paydo bo'ldi. Metapixel bilan farqini. Yana ham ko'proq ma'lumot bilmoqchi bo'lsangiz, o'zini Facebook recommendationlar ichida o'zi hamma targeting ad akkauntlarida yoki pixel bo'ladigan event managerlarda Conversion API haqida udemlini kelib turibdi. Video izohlarda ham qoldiraman. Yaxshilab tanishib chiqsanglar bo'ladi Conversion API haqida yoki ChatGPT dan so'rab o'rgansanglar bo'ladi. Endi biz Facebook Metapixel Conversion API ni tildaga ulashni ko'rib chiqamiz. Bizga qadamlar va instrumentlar kerak bo'ladi. Birinchi o'rinda Event Managerga kirib olamiz. O'sha bizga kerakli biznesda Event Managerga kirib olamiz. Bu yerda bizda buni own'ni ko'ramiz. Mars IT BM ko'ramiz. Mars IT BM da qanaqa pixel bor? Datasetda bizda Mars IT pixel bor ekan. Bu menimcha April ochilgan ekan. April qadimiy sayt ekan. Integratsiyalar ham Conversion API bor deyapti, lekin Conversion API ulanmagan. Xo'p. Buni owner nima to'lab bermagan. Demak, birinchi o'rinda bu pixelni sozlashimiz uchun bu pixeldan voz kechamiz to'laligicha.
nima qilamiz? Piksel yaratamiz yoki piksel yaratilgan bo'ladi. Agar siz ancha paytdan beri ishlayotgan targetolog bo'lsangiz, sizda piksel bor, siz yana qaytadan yaratib o'tirishingiz shart emas, chunki siz to'g'ri nastroyka bilan ochgan bo'lsangiz, shu turishida ham sozlash mumkin. Buni hozir ko'rsatib ketaman. Demak, men umumiy pikselni ajratmoqchiman, yangilamoqchiman va sozlamoqchiman. O'zini biznes akkauntiga o'tkazmoqchiman pikselni. Bu uchun men yangi piksel ochyapman. Mars IT piksel qilaman. Hop, keyingisi bugungisini ham qo'yib ketaman. 20/11/2025 Conversion API ga do'st ber deyapti. Demo. Hozircha buni o'chirib turamiz. Recommendation o'chirib turamiz har doim. Hop, birato'la dostуп ber ketyapti. Bu pikselga biz Mars IT reklamli akkauntiga dostуп ber ketamiz. Demak, biz yangi piksel ochganimizda shunaqa ko'rinishda ekran paydo bo'ladi, shunaqa vizual paydo bo'ladi. Bu eski ko'rinishi. Hop. Endi piksel ID'sini olamiz. Bizga IDs kerak bo'ladi pikselni. Buni qayerdan olamiz desangiz, bizda recommendation chiqyapti. Bizga hozircha recommendationlar shart emas. Ko'p Conversion API da o'layotganda o'rtadagi ko'p prilojeniylar pulli. Recommendationlari ham pulli. Facebook rekomendatsiya qilayotgan prilojeniylar. Demak, biz qo'lda uстановка qilish ko'rib chiqamiz. Xo'p. Biz yangi ochilgan Facebook pikselimiz ID'sini olamiz. Oldim. Qo'ydim yangi pikselimizni va MetaPixel ulaymiz. MetaPixelni ulab olamiz. Birinchi saytimizga bu uchun nima kerak bo'ladi? Bu uchun bizga tilda login parol kerak bo'ladi. O'sha qaysi domenga ochilgan bo'lsa, o'sha domen login parolni so'raymiz. O'sha biznesdan yoki o'zimiz tilda akkaunt yaratgan bo'lsak, o'zimiz tilda akkauntga kiramiz va bizga kerakli domenga kiramiz. O'sha domenni nastroykasiga kiramiz. Nastroykasiga kirganda men odatda pikselni ID ni o'zi bilan integratsiya qilaman. Bu qanaqa bo'ladi? Analitika bo'limiga o'taman va MetaPixelda bu yerda eski qaysidir piksel turibdi. Bundan oldin yana bitta narsani tekshirib ketishim kerak. Bunga boshqa joydan Conversion API ulanmaganligi haqida. Bizda mana Conversion API ulanmagan. Conversion API Facebook Conversion API hali ulanmagan. Yana ham qaytadan tekshirib ko'rdim va tushundim. Ko'rdim, mana yo'q. Conversion API ulayapmiz. Biz to'g'ri yo'ldamiz. Xo'p, biz Pixel ID orqali qanaqa qilib Facebookga integratsiya qilish haqida ko'rib chiqamiz. Mana Facebookimiz eski Pixelni o'chirdim va yangi ochgan ID'imni kiritib qo'ydim. Va bu ID Facebook Pixel ID orqali integratsiya qilinadi. Odatda biz setup MetaPixel qilamiz. Burchni nastroykani tanlaymiz, kodni olamizda headerga joylashtiramiz. Headerda kod bor ekan, buni o'chirib tashlaymiz. Yangi foydalanuvchilar uchun yana qaytadan eslatib o'taman. Nastroykasiga kirdim, еще ni bosdim va menda HTML kod bor. HTML kodda uni ham headeriga kirib bizda mana eski pikselni o'chiramiz, yangi pikselni kodini qo'yib qo'yamiz. Ko'p foydalanuvchilar shuni qiladi. Men odatda bu yerga kod qo'ymayman. Lekin hozirgi darsimizda srochniy bir tezroq natija ko'rsatib ketishimizligi uchun qo'yib ketaman. Nimaga qo'ymayman? Boyagi ID orqali integratsiya qilganimizda o'zi ma'lumotni to'g'ri uzatish boshlaydi. Shuni o'zi yetadi. Bu header nima qiladi? Saytimizga kirganda yana birinchi 3 sekundda ochish kerak-ku sayt. O'sha qotib qolishiga sabab bo'ladi. Ozgina bo'lsa-da qotadi, chunki headerdan ma'lumot o'qish kerak. Saytga kirganimizda сохранить изменения ham bosdik. Bizda piksel o'rnatildi. Continue ni bosamiz. Turn on automatic advanced matching yoqib qo'yamiz. Demak, bizda endi bu ulanishi uchun vaqt ketadi. Bu ulangancha biz
conversion API ni ulab qo'yamiz. Metapixel ulangancha biz Metapixelni uladik, endi conversion API ni ulab chiqamiz. Endi boyagi savolga qaytamiz. Agar mana bunaqa ulangan bo'lsa, qanaqa qilamiz? Bizda eski sayt pikselimiz bo'lsa, buni qanaqa to'g'irlashligimiz mumkin? Manage integration ga kirib turib, new integration ni bosamiz yokida conversion API ochilib qolgan bo'lsa, shuni start sending events from server ni bosib turib to'g'irlaymiz. Ya'ni turib conversion API ni bosamiz, setup ni bosamiz va bir xil bu yerdagi bu jarayonda qilayotgan actionimiz bilan bir xil oyna paydo bo'ladi. Har doim yurishni tanlayman. Setup manually qo'lda nastroyka qilishni tanladim. O'tdim. Bu yerda conversion API and Metapixel deyapti. Metapixel bizda conversion API and Metapixel tanlaymiz. Endi start conversion API setup ni bosamiz. Demak, finish ni bosib turamiz. Bu yerda o'zi qadamlarni ko'rsatyapti. Step 1, step 2, step 3. Xo'p, darsim cho'zilib ketmasligi uchun keyinga etapga o'tamiz. Biz Metapixelni uladik, endi conversion API ni ulayapmiz. Conversion API ulash qadamlarini ko'rib chiqdik. Keyingi etapga o'tamiz. Bizda ko'rib chiqamiz. Bu yerdagi birorta educationga to'g'ri kelar ekan. Avtomatik eventlarni qo'yib qo'yamiz. Bizda yoniq turaversin. O'zi ma'lumotlar olsin. Conversion API dan keyingi etapga o'tamiz. Bizga kerakliklari bu yerdan find location, contact, complete registration, start, subscribe. Keyingisiga o'tamiz. Shu tursin va biz add payment info bo'lsa, bu yerdan event ID ni olamiz. Va bu yerda hammasini tanlab chiqamiz. Bizga zip kod kerak emas faqat. Xo'p, kontakt qismida ham event ID ni olsin. Xo'p, keyingi etapga o'tamiz. Lead qismida ham aynan bizga event ID kerak bo'ladi va qolgan metrikalar ham kerak bo'ladi. Bunda avtomatik o'zi conversion API ma'lumotlarni yig'ib serverdan to'g'ri metaga jo'natish uchun, Facebookga jo'natish uchun so'rayapti. Purchase'da hozircha o'zi purchase bo'lmaydi saytda o'zida. Agar keyinchalik yana qo'shamiz desak, shu mumkin. Kod kerak emas. Bizga shular o'zi yetarli. Keyingi etapga o'tamiz. Continue ni bosdik. Nima ma'lumotlarni olishi, qanaqa ishlar qilish haqida bu yerda tushuntirib o'tyapti va keyingi etapga o'tamiz. Biz instruksiya jo'natsak bo'ladi. Dasturchiga yokida o'zimiz o'rnatsak bo'ladi. Dasturchiga jo'natmasdan o'zimiz o'rnatamiz qo'lda. Demak, get start bosamiz. Bizda etapda SQL recommendation da birinchi etapda turadi. Birinchi значок o'zida turibdi, ikkiga o'tkazamiz. Birda generate IT token qilamiz. Yangi pikselimizni tanlaymiz. Shu pikselimizda datasetimizda tokenni generatsiya qismini tanladik va bu tokenni olamiz. Endi etap nima qilamiz? Tildaga login parol orqali kirib, kerakli domenga kirib olamiz. Demak, biz boya aytgandek kerakli domenga kirib olganmiz. Aynan endi conversion API dan olgan tokenimizni qayerga joylashtiramiz? Yana o'sha bizga kerakli domenga kirdik, nastroykaga kiramiz. Bizda forma degan joy bor. Formadan bizga forma etapigacha o'tib, formada ma'lumotlarni qoldirgandan keyin lead bo'lib chiqadi, to'g'rimi? Va ko'p actionlar forma orqali Facebook ko'p actionlar shu forma orqali amalga oshiriladi bizda.
tildada. Shuning uchun tilda orqali ulaymiz. Xo'p, ID Pixel bizga Market.dost API Facebook bergan API Conversion tokenni qo'yamiz va bizda pixelimizda ID'si bor edi. Yangi pixelimizni ID'si yana adashib qolmagan. Adashib kiritib qo'ymasligim uchun qaytadan tekshirib ko'raman. Xo'p, Mars ID'ga kiramiz. Mars ID'da yangi pixelimiz ID'si 124 502 oxir 136 ni tugarkan 124 502 136. To'g'ri. O'sha ID'mizni yana tildaga kirib ID pixelga kiritamiz va добавить deb bosamiz. Bizda Conversion API ulandi, tayyor bo'ldi va nima ma'lumotlar kirish kerakligini o'zi bu yerda kod kodlar orqali uzatadi. Chuqurlashib ketishimiz shart emas, adashib qolamiz. O'zimda ham bo'ladi, to'g'risi. Biz o'zimiz ishimizni qildik, qolganini Facebook bajaradi. Chiqdik. Endi yana bitta orqaga qaytib tekshirib ko'ramiz. Formiga kiramiz. Bizda Conversion API ulandi. Facebook Pixel orqali Facebook Conversion'ni uladik. Conversion API'ni uladik. Endiga tabimiz bizda ulandi. Launch bu nima actionlar bo'lib, bu to'liq dasturchilarga tegishli. Target talk sifatida ham qilsak bo'ladi, agar dasturlashni yaxshi tushunadigan bo'lsak. Bo'lmasa saytimizni buzib qo'yamiz yoki Conversion API'mizni buzib qo'yishimiz mumkin. Demak, biz finish bosamiz. Endi xuddi boyagi bizda setup. Endi bizga ozgina vaqt kerak. O'zi MetaPixel ulangandan keyin yarim soatgacha, 30 daqiqagacha vaqt so'raydi. Shu vaqt o'tishini kutamiz. Saytimizni bir marta opublikovать qilib yuboramiz. Publikovать страницу qilib yuboramiz. Chunki yana qaytadan yuklanish kerak. YouTube'imda agar sizlar birinchi marta bo'lsanglar, meni YouTube'imga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xohlasa bundan keyin foydali, go'shtli ma'lumotlarni ulashib borishga harakat qilaman. Xo'p. Bizda complete bo'lishi uchun ozgina vaqt talab qilinadi. O'zida ham yozib qo'ygan. Aytmaydi. Not Apple here for it to 30 daqiqa kutish haqida ma'lumot ulashib qo'yilgan. Biz buni tezlashtirishimiz uchun nima qila olamiz? Tezroq, ko'proq action bajarib turib tezlashtirishimiz mumkin bu hodisani. Ko'proq odam kirish kerak bo'ladi saytga. Ma'lumotlarni aniq o'lchab olish uchun sayt ishlayaptimi, ishlamayaptimi bularni bilish uchun ozgina vaqt kerak bo'ladi. Serverlarga ulanish uchun. Ungacha ozgina o'zim haqimni tanishtirib o'taman. Ismim Ne'matulla, Jizzaxliman, Jizzaxdan. Bizda integration event paydo bo'ldi deyapti. Xo'p, test qilib ko'ramiz. O'zim haqimda ozgina gapirib o'tay. Ismim Ne'matulla G'affor, to'liq ismim 23 yoshdaman. Xudo xohlasa yana 5 oydan keyin 24 ga to'lar ekanman. 3 yildan beri faqat target talkligi bilan shug'ullanaman. Hozir target talkman, Facebook Ads'da va Telegram Ads'da ham qo'shdik. Shu $400,000 ga yaqin reklama byudjet sarfladim. Shu endi ham o'rganish maqsadida, ham o'rgatish maqsadida shu videolarni olishga harakat qilaman. YouTube'imni aktivlashtirishga harakat qilaman. Qo'llab-quvvatlab yuboringlar. Obuna bo'lib
ulashib qo'yinglar. Agar meni ko'rayotgan bo'lsanglar, Instagramda stories qo'yib qo'ysanglar xursand bo'lardim. Endigi etapimizda biz test qilib ko'ramiz. O'zi qadamlarga kiritib qo'yganman. Bizning keyingi shagimiz test qilib ko'rish. Hamma etapni qilib bo'lganimizdan keyin test qilib ko'rishimiz kerak. Buni o'chirib tashlayman. Yana bitta narsani tekshirib olaman. ID ni noto'g'ri kiritib qo'ymadimmikan? To'g'ri kiritganman. Hamma narsa to'g'ri. Endi test qilib ko'rishimizga bizga hech qancha vaqt ketmaydi. Erinmasdan test qilib ko'rishimiz kerak bo'ladi har doim. Ularga narsalarimizni bizda o'z tezlik period boshlanib ketdi. Saytga kirganimizni sezib page view ketyapti. Xo'p, ro'yxatdan o'tishni bosamiz. Subscribe button bosildi deyapti. Ro'yxatdan o'tishni bosdik. Bizda o'zi hozir Pixel qanaqa bo'lyapti? Pixelda o'zida ulasak ham bizga avtomatik eventlarni ulaveryapti. Facebookda o'zi avtomatik ulaverishga harakat qilyapti. O'zi ulaveryapti. Biz yana qo'ysak yana double bo'lib qolyapti. Shuni bir tekshirib qo'yinglar Facebookka. Chunki boy turn on deb turib recommendation yoqib qo'ydik-ku, Pixelda o'zini o'rnatayotgan paytimiz ham. O'zi shuni hisobga olinglar. Demak, button bosildi deyapti bu yerda test eventda. Endi ro'yxatdan o'tib ko'ramiz. Reseptcha ro'yxatdan o'tib ko'rdik. Bizda lead degan progress paydo bo'ldi. Demak, Conversion API'miz muvaffaqiyatli ulandi. Shu yergacha kuzatganinglardan nimadir o'rgatib olgan bo'lsam va sizlarning ham ishingizda qanaqadir o'zgartirish kiritib olgan bo'lsam, xursandman. Agar kamchiliklari bo'lsa, meni shaxsiy Telegramga yozsanglar, xursand bo'laman. Qanaqadir xatoliklarim ketib qolgan bo'lsa, uzr so'rayman. Xato gapirib qo'ygan bo'lsam va buni menga o'zimga aytsanglar, juda ham xursand bo'laman. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar. Buni men boshqa loyihalarda ham sinab ko'rdim. Xuddi shu usulda ulab hozirda ishlatib turibman. Xudo xolasa keyingisi ammo CRMlarga ulab, CRMdan primoy sotuv ma'lumotlarini olish bo'yicha ham ma'lumotlar kiritishga harakat qilaman. Demak, keyingi darslarda ko'rishguncha salomat bo'linglar. Kanalga o'tishni bosadigan bo'lsak, bu tugma bizga kerak emas. Agar bu tugma bizga kerak bo'ladigan bo'lsa, MetaPixel orqali sabitga qo'yib qo'yamiz. Uni sabitga qo'yishda o'zingizlar yaxshi bilasizlar. Xo'p, uni ham bitta ko'rsatib o'tib ketaman. MetaPixel qanaqa bo'ladi? MetaPixel o'zi o'rnashaversin, hali yarim soat vaqti bo'lgani yo'q. Yarim soat vaqt o'tsa, complete bo'lsa, 100% complete bo'ladi. Avtomatik o'sha paytda integratsiya bilan ko'rilaveradi. Shu yergacha kuzatganinglar uchun rahmat yana bir bor. Salomat bo'linglar. Xayr. Obuna bo'lishni unutmang.